hiddan mast bo'ldilar. Bir-birlariga termilar, Omina onamizga qarar, chaqaloqqa qarardilar. Bundan oldin nechta bolaga doyalik qilgan bo'lsa ham bunday mo'jizani ko'rmagan doya Fatima bolani qo'liga olarkan, subhanalloh dedi. Bolani kimdagi kesilib tug'ilgan edi. Butun vujudlari jannat surmalari bilan, zaytunlari bilan surmalangan, zaytunlangan edi. Eng ajablanarlisi, Ummu Aymanani ham, hatto Omina onamizni ham, butun o'sha yerda turgan ikki doyani ham taajjublantirgan, hayron qoldirgan narsa tug'ilayotgan go'dak qo'li bilan avratini berkitib tug'ilgan edi. Bu holatni qo'liga olar ekan, Fatima doya hayron bo'ldilar. Omina onamizga qarab, "Sen bola tug'mading, farishta tug'ding desam yolg'on bo'lmasa kerak" dedi. "Bunday chaqaloqni ko'rmaganman" dedi. Haqiqatda ham bundagi go'zallik, chaqaloqdan chiqayotgan hid jannat hidi edi. Omina onamizni asta qo'liga berdilar. Qo'liga olar ekan, bolasidan ko'zini uza olmay qoldi. Uzoq termilib turdilar. Yuzlaridan o'pdilar, mahkam bag'riga bosdilarda, anchadan beri saqlab turgan ko'z yoshlarini chiqara boshladi. "Ey nurli bolam, munavvar bolam, hidlari muattar bolam, tug'iliboq yetim bo'lgan bolam, otasini ko'rmagan bolam. Qani endi otang seni ko'rganda edi bolam" dedilar. Bag'riga mahkam bosdilar. Butun vujudlari muattarlanib ketdi. Emizdilar, ichkariga olib kirdilar. Birinchi bo'lib o'zlari emizdilar, keyin Suvayba degan bir ayol ozgina emizishga yordam berdilar. Bu Suvayba emizishligi bilan amakilari Hamza radhiyallohu anhu ham emizganliklari uchun Rasulimiz Hamza amakilari bilan emikdosh ham bo'ldilar. Mana shunday bir vujud holatida o'zlarini zo'rg'a ushlab hujraga kirdilarda Abdulmuttalibga xabar yubordilar. Abdulmuttalib ayni paytda taof qilayotdilar. Yugurib bordilarda, "Nevara ko'rdingiz" dedilar. Ishonmadilar. Rostdanmi Omina tug'dilar, o'g'il tug'dilar. 80 dan o'tgan odam yosh bolalarcha yugurar edi. Kitoblarda yozadiki, yugurganda choponlari xuddi qanotga o'xshab xilpiragan deydilar. Yugurib bordilar, hujraning shundoq eshigini ochib kirdilarda to'xtab qoldilar. Keliniga qaradi, chaqaloqqa qaradi. "Mashalloh, qizim, shu bolani sen tug'dingmi?" dedi. "Shunday, nabirangiz Abdullohning merosi muborak bo'lsin" dedi. Qo'liga olar ekan, keliniga yana bir bor Ummu Aymana Fatima aytgan gapni gapirdi. "Bu bola emas, farishta-ku" dedi. Yuzlaridagi bu nur, munavvarlik, muattarlikdan mast bo'ldi. Qo'liga olib termilib turdilar. Ka'bani taof qildirdilar. So'ng so'radilar, "Qizim, nima ism qo'yaylik?" dedilar. "Otajon, bir narsani sizga aytmayotgan edim. Nabirangizga homilador bo'lganimdan beri 2-3 marta bir xil tush ko'rdim. Tushimda bir ovoz eshitdim. Sen butun olamni sayyidini onasi bo'lasan. U dunyoga kelsa ismini Muhammad qo'y" dedilar. Muhammadning tarjimasi maqtalanuvchi zot degan ma'noda bo'lardi. Hamd so'zdan olingan. Bu gapni eshitishiga Abdulmuttalib ham vujudlari qaltirab, "Allohga qasamki, boyatdan beri nabiramga nima ism qo'ysamikin deyodim, shu Muhammad ismi tilimga kelyapti" dedi. Alloh o'zi ixtiyor qilgan ism qo'yildi. Butun olamning rahmati bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam tavallud topdilar. Ayni bu voqea mana shu Rabiul Avval oyining 9 yoki 12 Rabiul Avval kuni, dushanba kuni subhi sodiqda voqea bo'lgan edi. Siz bilan bizning ulug' zotimiz Muhammad Mustafa mana shu kunda tavallud topdilar.